Qizim ulg'ayib sovchilar eshik qoqib turgan kunlarda uyimizga ikki ayol kirib keldi. Yigitning onasiman degan ayolning har bir barmog'iga uzuk taqilgan. Bilagi va bo'ynida ham borini taqqan bo'lsa kerak sanoqsiz ziynatlar. Atrofni kuzatib, yozilgan dasturxon qo'yilgan noz-u ne'matlarga zimdan razm solib bo'lgach, yonida o'tirgan ayolga gapir ishorasini qildi. Undan sado chiqmagach, o'z so'z boshladi. Shoir ekansiz deyishsa, sizni boshqacha tasavvur qilib kelgandim. O'zimizdan ekansiz-u, bemalol gapirsam bo'laveradi. 3 qiz, bir o'g'limiz bor. 2 qizimni uzatganman. 3-qizim institutda qizingiz bilan birga o'qiydi. Yaxshi qiz, odobli, chaqqon yigitlar bilan adi-badi aytishib yurmaydi deganiga ishonib kelaverdik. Odam o'zini o'zi maqtasa g'alati bo'ladi deb singlimni olib kelgandim. Bu sizni ko'rib gapini yo'qotib qo'ydi. Adabiyotchida sizlar o'zi shunaqaroqsizlar. Keyin singlisiga qarab, turtkilaman, sen tilingni tishlab olganingdan keyin gapiraman-da deya yozg'irib qo'yishni ham unutmadi. Xush kelibsizlar, o'z uyingizdek bemalol o'tiring, dedim tavozi bilan. O'zimcha vaziyatni yumshatishni ilinjida. Haligi ayol qoshlarini chimirib, "Voy, o'zimizning uyimizdek o'tirarmidik? Bir ro'yga keldik aynani. Domda yashaydiganlarga juda achinamanda. Aksiga olib lifti ham yo'q ekan. Yuqori qavatga chiqquncha o'pkamiz qozondek bo'ldi." Sizga aytsam, egachi, o'g'lim hay universitetni qiziliga tugatgan. O'rikzorda 3-4 ta do'konimiz bor. 1 yildan beri ko'chama-ko'cha yurib, kelin qidirish bilan ovoraman. O'g'lim bilan adasi savdoni yurityapti. Ko'tara savdosi ham bor. Kechqurun bilan pul sanab charchamaymiz. Tavba. O'z gapidan o'zi havolanib kula boshladi. Voy tavba, sizdagi o'qituvchilar bir oyda olgan oyligini o'g'lim bir kunda topadi. Topganlarga baraka bersin, deyman dasturxon popugini o'ynab. Shu desangiz, Nazarbek tomonda turamiz. 10 sotiq hovliga 2 etaj qilib aylantirib imorat qurganmiz. Haligi e'tibor, sen ayt, nimaga gapirmaysan? Mayli, o'zim ayta qolay. Indiyskiy kinolardagi uylardek qilib ko'targanmiz. Havas qilib. Qizingiz byudjetda o'qir ekan. Eshitib, juda xursand bo'ldik. To'ydan keyin sirtqiga o'tkazib olarmiz. Qizlarim ham mashina haydaydi. Uzatgan qizlarimning sepiga mashinasini ham qo'shib berdim. Hozir ham qurib qo'yganimiz yo'q. Ertalab darvozaxonaga qarasangiz, 3 ta mashin yalt qilib turadi. Yon qo'shnim bor. Tong otmay bola chaqasi bilan bekatga yuguradi. Kechda kelib arang qozon osadi. Qo'shnimga qizlaringiz supur sidirimni qilsin, uylarimni har kuni kirib changini artsin, 5-10 so'mga ishlaydi desam, tavba, qo'shini chimiradi. O'zi nima-yu, ko'ngil deganlari osmonda. Voy savaley. Yelim xaltada buxanka ko'tarib keladi. Ko'zim tushadi har doim. Kirib uy ishlariga qarashsa quruq qaytarmaymiz. Bizga o'xshab gulzor patr yemasa ham yopgan non yeydi-ku. Nimasiga g'ururlanar ekan bular? Bilmadim. Battar bo'l deyman. Shu desiz, Xudo bizni bilgan biladi. Bilmaganga katta ko'cha. Qizi chiroyli bo'lsa tutumi yoqmaydi. Uyi chiroyli bo'lsa qizi ko'rimsiz charchadim. Tunov kuni bir boyvachchaning uyiga borib qolmiz. Devordagi naqshini ko'rib og'zim lang ochilib qoldi. Mehmonxonaga kirishda bir tovus patini yoyib turibdi. Xuddi tirik deysiz. Billurdan yasalgani uchun jilosi ko'zni qamashtiradi. Ko'ziga zumrad tosh qo'ygan bo'lsa kerak, nur taratib turibdi shundoq. Xullas, chet elda o'qishni tamomlab kelganiga ham ancha bo'pti. O'g'lim tengi bo'lsa ham, katta bo'lsa ham olaveramiz. Bunday uyda ulg'aygan qiz farishta bo'lsa kerak deb o'tirgandim. Qiz choyni ko'tarib kirganda ko'zlarimga ishonmadim. Qoramag'izgina ekan. Burni puchuq, bo'ylari past,
ustiga ustak qop-qora libosga o'ralib olibdi. Yuzi ochiq bo'lgani bilan qo'liga ham qo'lqop kiyib olgan. Hatto choy uzatganda ham qo'lqopni yechmadi. Ko'rib ko'nglim muzladi qoldi, ishoning. Endi gapni qisqa qilib maqsadga o'tsam. Qizingizam, o'zingizam ham yo'qdingiz. Boylik esa bizda bor, uyimda aytarli ish yo'q. Bir qator xonalarni artib tozalab 2 mahal qozon osadi, bo'ldi. Ammo aytib qo'yay, meni bir odatim bor. Qishin, yozin deraza oynalari yaltirashi kerak. Qizlarim o'zi bilan o'zi ovora. Ko'chada ish so'rab turgan ayollardan olib kelib ishlataman. Ortlaridan poylab tovonim talqon bo'ladi. Shunga qizlarim tezroq kelin oling, hamma ishni kelin qiladi, dam olib o'tirasiz deydi. Zo'r gap aytgandek yana irshayadi, tilla tishlarini ko'rsatib. Gilamning tagini ko'targanda-chi, quda, chang ko'rmasam bo'ldi. Keyin uzatgan qizlarim 15 kunda mehmonga keladi. Ularni pishir-kuydir qilib kutib kuzatishga ham odam kerak. Qizlaringiz 15 kunda kelar ekan. Uzoqib qolsa sog'insangiz kerak, deyman sekingina. Ha, shu tez kelishi yoqmaydi-da. Bola baqrasi bilan kelib hamma yo'ni ostin-ustin qilib ketishadi. Katta qizim o'zimizga o'xshagan toparman, tutarmon oilaga tushgan. Kichigi oylik kichiga kelin bo'lgan. Har hafta kelib tugun bo'g'in qilib ketmasa qorni och qoladi. Kalbasa sirgacha borgandan keyin har hafta yuboradi quda jonim. Nima emish? Ota-ona hayotligida diydoriga to'yib olish kerak. Biz armonda qolganmiz, dermish anoyi. Og'zingdan shamol olsin deyman. Qarsillab yurgan bo'lsak, nima birov o'lib ketyaptimi? Sen armonda qolasan? Gap boshqa yo'da, quda. Haftaligini shunaqa yo'l bilan oladi. Makkor. Ha endi quda qizingizni kelin qilsam, Xudo xohlasa oyda bir yuboraman. Hamma narsa bor. Keyin hovlining bekasi bo'lib, yeb ichib ishini qilib yuraveradi-da, to'g'rimi? Aytib qo'yay, ko'nglim keng. Qachon borsiz, eshigim ochiq. Doim qozonimda qo'yning kalla pochchasi qaynaydi. Sovchilarga hali qiz uzatmaymiz deb silliqqina javob aytdik. Ular ketgach, havo yetishmayotgandek bo'g'ila boshladim. Derazani ochdim. Birdan ko'nglim yorishdi. Hayotim naqadar go'zal ekan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Saodat jurnali bosh muharriri Munavvara Usmonova. Aktrisa va rejissyor Nasibaxonim Ismoilova ijrosida o'qildi.